Ha, oke. Tinchlik, brat, buzilib qoldimi? Ha, oke, buzilib yo'lda qolib ketdim. Ha, brat, hozir tushaman. Oke, sal xijolatdaman. Erkakchilikda bo'lib turadi, tushunasiz. Shu mashinamni to'g'irlatib oling. Ozgina puldan yordam qilib turing. Oke, ishonmayapsiz-a? Men Xudodan qo'rqaman. 5 vaqt ibodatdaman. Ismim Bekzod. Zaryadkam o'chib qolgan. Shundan telefoningizdan ukamga gudok tashab qo'yinglar. Ertaga sizga hamma pulingizni qaytarib beraman. Mayli, oke. Bugun ertalabdan beri shu pulni ishlagan edim. 300 ming so'mga sal yetmaydi, oke. Uyga pul olib kirmasam ham siz ishingizni bitirib oling. Rahmat, oke. Tushungan odam ekansiz. Ukam, mana shu nomerni saqlanib qo'y, okaga pul berib yuborish kerak ertaga. Rahmat, oke. Arzimaydi. Kechirasiz. Bu Bekzod ukasi nomerimida kecha mendan qarz olgan edilar. O'shani beraverasizlarmi deb telefon qilyapti. Qanaqa Bekzod? Adashib tushdinglar. Assamzani 2 milliondan oshib urib qo'ydim. Sizda nima bo'lyapti? Ha, menda ham 1 milliondan oshib qoldi. Gap yo'q. Bugun diskoteka mendan, oke. Bo'ldi, unda qizlar mendan ekanda. Kelishdi, lekin oke, Xudodan qo'rqaman, ibodatdaman degan gaplarga odamlar shunaqa erib ketyapti. Ha, men ham odamlarni shunaqa deb ishontiryapman. Ustozimsan-da, baribir. Bolam, navaram og'ir kasal. Dorisiga pul topolmayapman. Ozgina yordam berib turing. Ming xijolatda so'rayapman. Pensiyam chiqishi bilan qaytib beraman. Bor, ishingni qilgin. Ji ko'payib ketdilaring. Qaysi biringa odam ishonishni bilmaydi.